İkiye bölünadigan sonlar nima sonlar deyiladi? Juft sonlar. İkiye bölünmaydigan sonlar. Eng kichik juft son nechi? 2, 4, 6, 8, 12 bag'ri hisoblasak ketadi. To'qsonchi eng kichik to'qson 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ho'kazar. E'tibor beringlar. Juft son nechiga oshib ketyapti? 2gami? 90 nechiga oshib ketyapti? Aytaylik 28 ni juft son deb olsak, 28 dan keyingi juft son nechi? 30, keyingi 28 mana. 28 ga necha qo'shsak 30 beradi? 2. 28 qo'shilgan 2 qilsak bo'ladimi? 28 ga necha qo'shsak 32 ni beradi? 28 ga necha qo'shsak 32 beradi? E'tibor beringlar. Dastlab 2 qo'shildi. Keyin 4, keyin 6, keyin necha qo'shardik? 8. Demak, birinchi juft sonni x deb olsak, undan keyingi juft son necha bo'ladi? X plus 2. Keyingisi x plus 4. Keyingisi x plus 6. Va hokazo ketadi. 90 ham xuddi shunday. 90 ga necha qo'shilyapti? 2 mi? Demak, juft son desa ham 90 desa ham necha qo'shayotganmiz? 2 mi? Birinchi juft sonni x bo'lsa, keyingisi x plus 2 mi? Keyingisi x plus 4, keyingisi x plus 6. Demak, mana shunday savol berilyapti. Ikkita ketma-ket kelgan tog' sonlarining yig'indisi 84 ga teng bo'lsa, shu sonlarni toping deyiladi. Nechta ketma-ket kelgan tog' son? 2ta. Birinchi tog' son x bo'lsa, x plus 2 mi? Shu ikkalasining yig'indisi nimaga teng ekan? 84 ga. X bo'lsa 2, 8 narxi tomondan bo'lib olsa x teng 41 mi? 41 bo'lsa keyingisi necha bo'ladi? 43. Haqiqatda 41 bilan 43 90mi? Ketma-ket kelgan 90mi? O'rgilamigani yo'qmi? Qiyinchilik bormi? Deylik, mana shunday savol kelyapti. 3 ta ketma-ket kelgan 90lar juft sonlarning yig'indisi 36 ga teng bo'lsa, shu sonlarni toping. Nechta ketma-ket kelgan juft son? 3 tami? Qaranglar shogirdlar. Birinchi juft sonni x qilsak, keyingisi necha bo'ladi? X plus 2, keyingisi x plus 4. Birinchi juft son, ikkinchi juft son, uchinchi juft son. O'sha uchalasining yig'indisi nimaga teng ekan? 36 x ga 3 ta 2. 2 ga 4 qo'shib yuborsak 6. Ko'paytirishni o'tadi. Birinchi juft son 10, keyingisi haqiqatda ketma-ket kelgan juft sonlarmi? Qo'shib yuborsak yig'indisi nimani beradi? O'rgilamizmi?